Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum, hurmatli Nolon kanaliga o'tishlar azamdashlar. Mana bugun xudoolasa Farg'onalik kentlarimiz kelgandi. Farg'onaning Quvasidan keldim aka. Badildan, ha? Badildan kelamiz kelgandi. Mana hozir bizda yangi mahsulot garilkamiz sinov jarayonlari bo'lyapti. Ekranimizga ko'rsatib beryapsiz. Hozir o'zini holatda yonyapti. Hop, hozir mana bu yoqda bunaqa motorchasi bo'ladi. Motorchada ikkita rejim bor mana. Bundan tashqari mana bu yoqda ham bor ligrovkasi mana. Balandroqasi oqsa bo'ladi mana. Sakib qo'yganmiz. Yo'rin sekin shu bu yoqqa borib tushadi mana. Hozir mushtat ko'rsatib beramiz hozir. Birinchi rejim mana. Birinchi rejim mana. Ikkinchi rejim. Bu odam ligrovkasi bo'ladi mana. Fotolarsa. Mana qanchaydirlardi? Yo'lga boshqa qo'yib tur, akalar ham ko'rshyapti ekan. Ha, video. Ha. Ungacha qizib turibdi, zo'r bo'ladi. O'chirganimizda yoladi mana. Qanchaydirib qo'ydimmi hozir? Ha, mana o'zida birinchi rejim, ikkinchi rejim bor mana bu yoqda. Birinchi rejim bor, keyin bu yoqdan ham ligrovka qilsa bo'ladi mana. O'sha rejimni ham. Hozir birga qo'shamiz mana. Birga. Mana. Ikkinchi rejim. Hozir o'chirdik. Ikkinchi rejimga o'tkazamiz endi mana. Soatiga shu o'rtacha 1 litr atrofon minus plusda. Hurmatli obunachilar, mana ko'rdingizlar, bu shartni tekshirib berdik. Kimga shu an kerak bo'lsa, pastdagi raqamga aloqaga chiqarsa, xudo yetkazib beriladi. Sog' bo'linglar, salom bo'linglar, yoqqan bo'lsa like bosib qo'yasizlar.